Evet. Devam vatandaş. Bugün çislağa 2022 yıl 6. ayının 2. günü vatandaş. Bugün pek sık болып ketті, yağmur yağdığında kılamdı değil mi? Yukarıdan devamı. Deydi. Endi bunaqa nima deydi? Amerika va savol qo'yadi deyki, qilishimiz kerak. Biz erkinlikni qizg'in suyadigan davlat, ya'ni Amerika. Kishilik huquq ishonadigan va tashabbus qiladigan demokratik davlat. Biz davomli sal qarashimiz kerakmi yoki kishilik huquq masalasi, Uyg'urlarning kishilik huquq masalasi to'g'risida oz so'zlashimiz kerakmi? Savol tugadi. Yoki biz qo'rqinchli kishilik huquq tajovuzchiligini ko'rsatib turib, texim muhim harakat qo'llanishimiz kerakmi? Amerika vazi. Siz jim turib olgan davlatlarni eg'izga oldingiz. Uning birisi Pokiston, Jungoning do'sti. Sizning bu to'g'ridagi inkosingiz u bo'lsa bir musulmon davlat. Dal hozir Jungodagi musulmon asonliq millatlarning ahvolini ko'rib turibdi. Bir javob. Butkul musulmon dunyosi kishini butunlay umidsiz qoldirdi. Uyg'ur masalasida kishini umidsiz qoldirdi. Bundaq umidsiz qoldirish to'xtatish kerak. Men dunyodagi har qaysi alla davlatlarining hukumatlarining xalqi fuqarolari bu dalillarni paketlarni ko'rganda shu hukumatlarning bu masalada Uyg'urlar masalasida javob qaytarishiga haydakchilik qilishi kerak. Ya'ni oshkorlangan materiallarni ko'rganda bu davlatlar hech bo'lmaganda Jungoning majbur qilishiga murassa qilmay kishilik huquq masalasida Jungoni aqlamasligi kerak. Amerika vazi savol. Embargo qilishdan boshqa xalqaro jamiyat ziyonkashlikka uchraguvchilar uchun nima ishlarni qilishi kerak? Bir javob. Amerika va Amerikaning ittifoqdoshlari tajovuzga uchragan Uyg'urlarning kishilik huquqi to'g'risida ko'p ishlarni qildi. Kishilik huquqi tajovuzga uchragan Uyg'urlarning kishilik huquqi to'g'risida ko'p ishlarni qildi. Sen Jungoni embargo qilishni tilga olding. Lekin Amerika Şinjan rayonida bir necha nafar amaldorni allaqachon embargo qildi. Lekin biz bayqagan paketlar shuni oshkorlab berdiki, xuddi biz gumonlangandak bu buyruqlarning hammasi jazo lagerlari va boshqaruvchilarga kelgan buyruqlarning hammasi Beijingdan, markaziy hukumatdan kelgan. Bu jumla qaltis qo'yilibdi. Embargo qilib baxta qarasak bu buyruqlarning hammasi markazdan yuqori darajalik boshliqlardan kelgan deydi. Selishtirma jumla qilib qo'yibdi. Shunlashqa Amerika texmi ko'p kishilarni embargo qila oladi, markazdan qila oladi demoqchi. Jumladan markaziy hukumat amaldorlarini embargo qila oladi. Beijingda va Şinjanda, ya'ni mustamlika Uyg'uristonda partiya rahbarlarini embargo qila oladi. Bu kishilar o'zlari bevosita mas'ul bo'lgan kishilik huquqqa tajovuz qilish harakatlariga mutlaqo holda jazolanishi. Tajovuz qilish harakatlariga javoban mutlaqo holda jazolanish kerak. Amerika o'tgan yil Uyg'urlarni majburiy emgak selishni saqlanish qonunini ma'qulladi. Kelar oydan boshlab bu qonun yo'lga qo'yildi. Kelardi ammo shu 6-oydan boshlab degan gap ekan, burun ziyorat qilgan ekanda. Kelar oydan boshlab bu qonun yo'lga qo'yildi. Masala shu ediki, Amerika bu qonunni qanday bir shaklda faol ijro qildi. Bu qonun cheklaydigan import mollari majburiy emgak bilan ishlab chiqarilgan Şinjanda ishlangan har qanday mahsulot deb qaraldi. Bu bizning davlatimiz Amerika e'lon qilgan haqiqiy va muhim bayonotdir. Lekin bu ijro qilinamdi. Bu Amerika boshlamchi bo'lib hal qiladigan bir holqiliq masaladir.
Biz bugün Amerika ve dünyadaki başka devletler, Birleşken Devletler Teşkilatı, Kişilik Hukuk Komiteti Uygurlar doğrusida karar maqullap, Cungo'nun del hazır kişilik hukukka tecavüz kılıvatkanlığını ayıplışımız gerek. Rahmet Brinberg efendi. Endi bir yerde kanun yolu koyuldu degende hazır haberge qarasam vatandaşlar, aldığımız bu ay 6. ayın 21. günü Amerika'da bütün tamojni hareket kilip Şinjan Uygur Abdunum rayonundan bu tarafga Amerika pazarlarına import kılınan tuvarlarını tekşürüşünü ve tutup kalışını başlaydı 6. ayın 21. gününden. Bu hem de Şinjan iktisadı yani kandak tesir körüstüdü. Bunun için bu iktisadi zerbi kimge kilidi? Xuda üzən sakla Uygurlarını. Bu bir ketdi vatandaşım. İkincisi yani bir haberimni unutup kaptı kememiş deydi bazı isimde vardı. Yani unutup kaldın. 6. ayın 21. gününden başlap bu yolga koyuldu. Endi mao bana isim geldi. Sizlerge Filli hanımnikini tayyorlab anlatıvatkan edim. Bugün bu haber bana mühim haber tuyulup, ma haberini sizlerge liksiya qilib yetkazdim. Erteden başlap Filli hanımnikini devamlı sözleyimiz. Bunun sebebi nima desiniz? Haberler katı haberler tola. Bir haftadan biri qarasam, hazır Amerika ovazı olsun, yani başka ayrım torbetlere de chet ellikler değil. Endi biz yüzümüz yaşavatkan Norvegiya, Angliya, Kanada, Amerika, Avustralya degendek çoğ katta garip devletleri de Uygurlar doğrusu yazılgan makalalarının Amerika ovazı Xitay tiliga tercüme kılınışı köpüyüp kaldı vatandaş. Bana bir yüzlü ne işte perez kılsınız bulacağım. Bolup mu Filli hanımının makalesini yani sizler zirikip durursa Uygurlar ondak neslerini köp okuşta kalamaydı, anlaştırma kalamaydı. Bilime Uygurlarının psikologiylik adeti, roy adeti ne? Endiliken siz bizden takdirimiz manımış siyasette. Bunun da 2000 yıl burun Aristotel, Yunanistanlık Aristotel siyaset menfaat degen edi vatandaş. Şuna aytaman ki siz yeydigan bir toğramdan men içidigan bir yutum su vatan mustamlika vatanda vatandan çıkıdı. Bu vatan bolmuş sizge bir toğramdan mı yok, içidigan bir yutum su mu yok. Mana özünüz hazırdan başlap, keyinki 10 yıldan başlap körüp yettiniz ki vatanның igisi nazar bente aç olsa suz taşna kol putu kişellengen vatanga köçüp kelgen köçmen tecimelle hazır vatandaki baylıqның mağızını çekip yavatıdı. Siyaset degen manımı şu. Uygurum, eğer siz dikkat kılmışsınız, hayat manımışında. Hemiş bu devlet kendi siyasi panalık alımızda hep kili vergili bombaydı hem de körüvatsızlık o cahanınızı vatandaş. Cahanın nime keldigini körüvatsızlık var. Şuna endi üzünüzün vatanıga kayıtışını oylusunuz. Vatandaş, siyasi faaliyetke aktif katnışın, siyasi hareketlerge aktif katnışın vatandaşım. Şu vaxtlı andın üzümüzden Uygur degen milletinin karakterini yarata alaysız. Hazır Uygur degen isimden çetneş, Uygur degen milletin çetneş, kara kuyuk keçeş, hatta Uygur degen milletini hakaretleş, Uygur degen isimge karıştırış, nemi ulusçılar, nemi polusçılar, nemi torusçılar. Nemi deyimiz bu ne? Lata deyimiz. Geçirim.